Toshkent shahri va unga tutash hududlarda 2026-yil joriy yil 1-oktyabrdan boshlab bironta teplislar endi qurilmaydi. 2030-yilgacha yashillashtirish bo'yicha qilinadigan ishlar oxirigacha yetkazilsa, tasavvur qiling, PM2,5 bilan PM10 konsentratsiyasi 20-25% ga kamayar ekan. Davlatimiz rahbari marra qo'yib berganlar, yashil energetikani ham ulushini 54% ga yetkazsak, bu yana 50% havomiz toza bo'ldi degani. Demak, 50 plus 20-25, demak 70-75% havomiz 2030-yildan borib antropogen omillar hisobiga tozalanadi. Hurmatli fraksiyadoshlar, bugun kun tartibida kiritilgan qonun loyihalarini navbatma-navbat ko'rishga o'tsak, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi nazorat qilish inspeksiyalari deyilyapti. Inspeksiya bittami yo ko'pmi? Transport inspeksiyasini xabardor qilmasdan qurish masalasi obyektlarni qo'yilyapti-da, qo'shimcha sifatida, lekin bu Jinoyat kodeksida o'z aksini topmayapti. O'sha ma'muriydagi 9-qism qo'mita tomonidan qo'shilayotgan o'sha qonunchilikka muvofiqlashtiramiz degan qismi qolib ketyapti Jinoyat kodeksida. Bu qonun loyihasi bizning qo'mitamizga kelib tushgandan keyin biz bu bo'yicha joyiga chiqqan holda qurilish obyektlarida bir necha marta o'rganish ishlari bo'lgan. 20-moddaning 2-qismiga kiritdik. Davlat hokimiyati so'zini mahalliy ijro etuvchi hokimiyatga o'zgartiramiz dedi. Hozir amaldagi bu qonun reklamatorsiya qonunni ko'radigan bo'lsak, 12 ta joyda kelyapti. Hammasiga o'zgartirasizlarmi shunda? Sug'urta savodxonligini oshirish masalasini ijtimoiy axborotga tenglashtirish, ya'ni sug'urta institutini mamlakatimizda rivojlantirish maqsad qilingan. boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa mazkur taklifni ovozga qo'yaman, hozirlar munosabat bildirsanglar.